Klinker korxonasi navbatdagi yuklar chiqib ketish jarayonlari, u yoqda esa toshlarimiz chiqib ketyapti. Bu yoqda qoliplarimiz, mana ko'rib turibsizlar, bu klinker, yangi chiqqan sovuqlarimizdan barchasidan komplekt qilib, eski mijozlarimizga qo'shimchalarni qilyapti. Bu yoqda esa kesanglar, xudo xolasa Gold Klinker mahsulotlari qanaqa o'chirib sotilayotganini ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Bog'chaga xudo xolasa jami 850 kvadrat chiqib ketadi. Bu bog'chaga bu birinchi reysini mana chiqarish jarayonidamiz. Nariyoqqa esa 3-reysimiz 3D mramor, mana ablisovishli sariqqa qora. Eron g'ishga o'xshagandan xudo xolasa komplekt qo'yganmiz. Bundan 850 kvadrat, 100 Sokol necha kvadrat yuklandi Kamol aka? 140. 140 kvadrat Sokol yuklanibdi mana. Ko'rib tursanglar bo'ladi. Eng sifatli bo'lgan mahsulotlarni qoliplarini olib, xuddi shunday mahsulotlardan sotsanglar, sizlar ham xuddi shunaqa holatda chiqarsanglar bo'ladi. Bu yerda esa 3D mramorimiz. Samarqandga xudo xolasa 3-reys mahsulotimiz chiqarib yuborish jarayonidamiz. Bo'ri, nima taassurotlar ishxona haqida? Hammasi yaxshi ketyaptimi? Hammasi yaxshi ketyapti. Mana mana shu bola mana shu yerda xizmatda bo'ladi. Abuchaynadan keladiganlarga ham xudo xolasa nima qilinadi. Omadjon mana yuklayapti. Glavniy rollarni. Yuklanish jarayonlari ko'rib tursanglar bo'ladi. Gold Klinker mahsulotlaridan olsanglar, sizlar ham xuddi shunday sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarib, o'chirib qilib sotish imkoniyatinglar bo'ladi. Sizlarning korxonamizda bo'ladi. Yaqinda Gold Klinkerda asosiy ofisida, showroomida yangi ochilishligini qiladi. Vitrinaga yangilik gullari terilyapti. Hali hech qayerda ko'rmagan ranglar, fasonlar barchasi Gold Klinkerda bo'ladi. Mana ko'rib tursanglar bo'ladi. Yuklanish ham professionalniy darajada mashinani o'ziga upakovka qilib qo'yamiz. Xudo xolasa bemalol korxonamizga kelaverasizlar. Yuklanish jarayonlari ham ketyapti mana.